Assalomu alaykum aka. Bolalar, bugun sizlarga men qanday qilib standoff to'g'ri nastroyka qilishni ko'rsatib o'tib ketaman. Buni ko'pchilik mendan so'raganda, o'zingizning nastroykangizni ko'rsating, obzor qiling. Shuning uchun hozir o'zimni full nastroykamni qanday qilib telefon optimizatsiya qilganimni ko'rib chiqishlar mumkin. Men laglab bo'lmaydi o'yinda, faqat internet ba'zida qotib, internet bo'lib qolmasa, telefonda ko'rib turibsizlar, hozir ham sara bo'lib qoldi. Telefonda hech qanaqa lag bo'lmaydi. Buni full nastroykasini hozir ko'rsataman, lekin bolalar, bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Ch'ustvitelь bilaman, sizlar kerak qanday qilib nastroyka qilishni ham xohlaysizlar. Men просто ch'ustvitelni videosini, ya'ni o'zim ch'ustvitelni videosini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalim video pastidagi kommentariyada zakreplonni qilib qo'yaman. Bemalol kirib olishinglar mumkin. Xo'p, qaranglar, birinchi o'rinda nastroykaga kiramiz. Bu yerda mana ko'rib turibsizlar, qo'llar orujani ushlab turish degani birinchisi vid ruk и оружие degani. Buni standartni qilib qo'yasizlar. Klassikaga sal bo'lsa ham lag bo'ladi. Men o'zim bilaman bu narsani. Interfeysni выключить qilib qo'yasizlar. Keyin приключать если shtoga ruscha uncha yaxshi o'qilmayman, shuning uchun ustimdan kulib tashlamaymanlar. Xullas, mana 3 tasini yoqib qo'yasizlar. Ikkinchisi hammasi shuda turadi. Eng самый главный esa video detalizatsiyani visoka qo'yasizlar. Qaranglar, agar meniki hozir iPhone 13 Pro, bu moshin telefonligi uchun hammasini visoka qilib qo'yganman. Agarda sizlarda slabiyroq telefon bo'lsa, hammasini sredniy qilib qo'yinglar. Birinchi 4 ta turibdi, hammasini sredniy qilib qo'yinglar. Nizkiy, niskiy umuman qo'ymanglar. Agar telefoninglar normalniy moshina bo'lsa, visokaga qo'yib qo'yishinglar tavsiya beraman. Ikkinchisi, соглаживание degan joyda mana shu yerda 12x ga 8x gacha chiqadi, bilasizlar. Agar telefoninglar ming moshina bo'lsa ham, agar emulyatorda bo'lmasanglar yo iPadda bo'lmasanglar 4x tursin, chunki bu ham lag hosil qiladi bolalar. Ikkinchisi, anizotorlarni filtratsiya xullas. Buni 16x gacha chiqadi, buni 8x qo'yaveramiz, bu ham lag qiladi. FPS ni maksimalni qo'yib qo'yamiz. Ya'ni telefoninglar qancha ko'tarsa shuncha qo'yib qo'yasizlar. Самый главныйsi shu. Mashinadagi nastroykani to'g'ri qilsanglar, eng keraklisi shu. Управление. Xo'p, upravleniyamni sizlarga ko'rsataman. Aytganimdek, ch'ustvitelni hozir ko'rsatmayman, chunki ch'ustvitel Telegram kanalimda bo'ladi. Xo'p, customizatsiyaga kiramiz. Va tepada Poco X3 Pro turibdi. Nimaga desanglar, men просто avval Pocoda o'ynaganim uchun shu nastroykasini olib qo'yib olganman, shuning uchun Poco bo'lib turibdi. Xullas, menda upravleniya shunaqa. Agar eslashtoy kerak bo'lsa, buni ham kodini Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Bemalol kirib olishinglar mumkin. Aytgancha men 5 barmoqda o'ynayman. Bu 5 barmoqda upravleniyasi. Pretselim ko'rib turishinglar mumkin. 1 tochkani ham ko'rib turibsizlar nastroykalarni. Xo'p, endi sizlarga nimani ham ko'rsatib qo'yay, zvukni. Endi sizlarga hozir bolalar nima uchun meshka bunaqaligini tushuntirib beraman. Birinchidan, bu meshka qizilligi sababli, ya'ni men bu saperniga, ya'ni sizlarda vragilarni ko'rsanglar ham mitkani nima desam bo'ladi, oson kallasiga to'g'rilasanglar bo'ladi. Shuning uchun qizil qo'yib qo'yganman. Tochka qilib qo'yganman. Shtobi o'zimga qulay xullas. Hamma o'ziga qanday qulay bo'lsa shuni qo'yadi. Endi bolalar trenirovka qilish keladigan bo'lsa, trenirovkaga o'zingizlar xohlagan orjular bittasini olasizlar. Lekin bu yoqda xohlasanglar niskiga qo'yasizlar. Boshlanishiga niskidan qaranglar. Men sizlarga hozir maksimalniy upravlashini ko'rsataman, qaranglar. Просто bosasizlar niskiga. Niskiga bosganlardan keyin xullas mana shunaqa qilib o'ynaysizlar. Niskidan keyin sredniydan keyin visoki. Xullas birdaniga visoki emas, niskiy, sredniy, visoki. Ana shunday qilib qayta kuniga hatto 1 soatda mana shu yerdan trenirovka qilaversanglar, shu to'g'ri reaksiyalar oshiraversanglar. Lekin iloji boricha giroskopga o'rganishga harakat qilinglar. Men ham oldin faqat mana bunda barmoq qimirlatishga o'rganib, hozir giroskopga qiynalyapman. Iloji boricha giroskopga o'ynashga harakat qilinglar. Oldin lag bo'lib qolardi, hozir uncha kuzatilmayapti lag. Shuning uchun maza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Yana trenirovkani yaxshi usuli, masalan, PP arjulardan ko'pchilik mana shu P90 da o'ynashni bilaman. Hamma past yarlanma shunda o'ynaydi agar PP olish kerak bo'lsa. Bu yerda mana qilib sizlarga trenirovka qilishlarni maslahat beraman. Ya'ni bu просто kallaga to'g'rilab berish uchun sizlarga yordam beradi. Qaranglar, mana bu yerda turburcha katakchalar bor, Mana qaranglar. Bitta otasizlar, 2, 3, 4, 5, 6. Xullas, mana shunga to'g'rilab xohlasanglar bitta otib chiqinglar. Mana bunday qilib bitta ikkita otib chiqinglar. Men shunday qilaman, mana bunday qilaman.
bitta bosib qo'yaveraman har biriga. Shtobi kallaga to'g'rilab beraverar keyin. Imamiga ham otib trenirovka qilsanglar bo'ladi. Xullas o'zingizlar qanday xohlasanglar shuni trenirovka qilsanglar bo'ladi. Xo'p, bolalar, bugungi video shundan iborat edi. Yana ko'p mana trenirovka qilish usullari bor. Buni ham agar chiqarishni xohlasanglar kommentariyada yozib qoldiringlar. Boshlanishiga shu ham bo'ladi deb o'ylayman. Xullas, yana eslataman. Chustvoytlar Telegram kanalidan olasizlar. Sizlar bilan Learning Standoff bo'ldi. Kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasin.